O'zi kommentariyalar o'qishga vaqt bo'lmaydi, hattoki direktga ham javob berishga vaqtim bo'lmayapti. Avvalambor uzr so'rayman sizlardan. Lekin bitta kommentariyaga ko'zim tushib qoldi, oq yozyaptilar. Lisan L8 da savdosi bo'lmayaptimi deyman, reklama qilib yotibsiz deb. Kecha video chiqardim Lisan haqida. Oke, ikkita Li9 pulini bersangiz ham bor, o'sha kommentariya yozgan oke. Li8 sotib bera olmayman men sizga. Li8 Xitoy o'zida zo'r sotiladi deb turibman-da, o'zbekcha gapirib turibman-da. Li8 maqtavasiz. Li8 ni nima maqtayman? Men oqqa qorani qora, bori bor, yo'ni yo'q deydigan insonman, bilasizlar hammanglar. Yaxshini yaxshi, yomonni yomon deyman. Lisan L9 mana bor. Oke, olaman siz, to'g'ri. Bitta xitoyligimda 30 ta turibdi. Skladida o'sha shampan qilib qo'ygan. Lekin Li8 yo'q. Prosta men yaxshini yaxshi deb nima qildim? Ishonmasanglar, ko'rmanglar, kuzatmanglar bizani. Biz realni bori bor, yo'ni yo'q deymiz. Skladimizda bor narsani maqtov urmaymiz. O'sha realni yaxshi deb bilgan narsamizni sizlarga olib chiqamiz. Joyinglar sog' bo'lsa, avtobaza har doimgidek xalq xizmatda o'rtoqlar. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz.